Iordaniyada ish vaqti jahon chempionatiga moslashtirildi. Iordaniya davlat sektorida faoliyat yurituvchi xodimlar uchun ish kunining rasmiy boshlanish vaqti terma jamoaning jahon chempionatidagi o'yinlar kunlarida 1,5 soatga kechiktiriladi. Mamlakat bosh vaziri Jafar Hassanning farmoniga ko'ra, endilikda ish vaqti avvalgi kabi mahalliy vaqt bilan soat 8:30 da emas, balki 10:00 da boshlanadi. Iordaniya terma jamoasi joriy yilning 11-iyunda start oladigan AQSh, Meksika hamda Kanadada o'tkaziladigan jahon chempionatida o'z tarixida ilk bor ishtirok etadi. Shu sababli bu ishtirokka mamlakatda katta e'tibor bilan qaralmoqda. Iordaniya bilan bog'liq uchrashuvlar 17, 23 va 28-iyun kunlariga belgilangan hamda barchasi AQSh hududida o'tkaziladi. Mezbon shaharlar bilan Iordaniya o'rtasidagi vaqt farqi 8-10 soatni tashkil etadi. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring, Qalampur bizga obuna bo'ling.